Bugun ikkalamiz uxlamaymiz shekilli. Men bergan savollar miyangda aylanyapti, bilaman. Miyangda shu mana ana ularnikida aylanyapti. Boshing, mana kaptarchalarida aylanyapti. Qanaqa savol? Sardor noto'g'ri gapirdimi, Sardor to'g'ri gapirdimi? Pidaraz bo'lsa ham to'g'ri gapirib tashladi bitimga lekin, deb aytyapti. Lekin siz tegda to'g'ri gapirasiz-ku, aka. O'ylayapsiz. Rostni aytaymi? O'zlari, ayting. Qayerdaman? Qayerdasiz? Nima uchunki sizga lekin esingizda bo'lsa shuni aytganman. Nima uchun bu yerga kelatinimni oldin sizga aytganman, esingizda bo'lsa va nima uchun kelatinimni siz shuni bilasiz. Nimaligini, qayerdaligini ko'ray, keyin aytaman. Qayerdaman? Toshkent. Yo'q, boya ko'rsatganda topmadingiz-ku lekin. Uni ko'rmadimi? Ana uni tanidim. Bu nima bu o'zi? Bu nima o'zi? Ana bu xalqlar do'stligi san'at saroyi. Bu nima? Uni bilmayman. Siz ana uni srazu ko'rib qo'ydingiz-ku, bu machitga o'xshab turibdi-ku, lekin bu nima o'zi? O'sha ana konsert o'tkazilayotgan san'at saroyi. Bu yerda konsert o'tadimi? Konsert, sirk, pirk shunaqa narsalar bo'ladi. Boshqa nima bor ko'rsatadigan? Qaranglar-chi bu yerda bir nima yo'qmi? Bir katta bir nima? Toshkentda balo yeyapsiz, bug' yeyapsizmi? Hozir aytaman, hozir kutib turing. Bu yerda bir simvoli yo'qmi? Toshkentning simvoli bir. O'shada mana bonay narsa, bonay joy. O'sha joy. Zo'r joy o'sha. Ana umi? Hozir bu nima yozilib chiqqan ko'ring-chi? Nima joy bu? Akalar, nima joy bu? Majlis deydi, majlis. Oliy majlis. Nima degani oliy majlis? Tushib ketmagingda 21-etaj. Sardor aka tushib ketganini xohlab o'tiribdi, bilaman. Tushib ketishimni. Nima qilasan? Rostdan qo'rqinchli-da. 21lar qo'yna, men ham hozir turgan qavatim 18. Da? Men 7. Rostdanmi? Men dunyodagi eng Burj Xalifasini eng tepasiga chiqib yerga qarab ko'rdim. Yo'q, ko'rsating-chi 18 etaj ekanligini. 18 ta. Oldin aytuvdim-ku sizga, Sardor aka. Nimani aytdingiz? Kimning artistning klipiga tushaman deb. Shu uchun keldim-ku. Keldim endi shu hozir adminlar bilan gaplashyapman hozir. Kimda klipiga tushyapsiz? Siz oldin menga aytdingiz. Yulduz Usmonovaga tush dedingiz-ku. Yulduz Usmonova klipiga tushyapsizmi? Yo'q, endi pul berib bo'lsa ham tushga maylimi? 31 ta she'r otgan odamni klipiga tushmayapsizmi? Yo'q. Shu Yulduz Usmonovaning klipiga tushamanmi deyapman. Qanaqa bo'ladimi? Endi vaziyatga qarang. Shuni men sizga aytdim-ku, oldin klipga tushga Toshkentga boraman deb, esingizdami? Esimda. Sizda odamlar yo'q, sizda tanishlar yo'q. Siz aralashmaysiz-a? Qo'shiqchilar bilan. Endi biz kichkina odammiz, qo'shiqchilar gapimiz o'tmaydi. Qo'shiqchilardan tanishimiz yo'q. Shu tanish kerak bo'lyapti-da menga. Shu uchun keldim Toshkentga. Hozir lekin kimga yozib ko'rdim? Bir qo'shiqchi bor ekan-ku, Mirjalol Ne'matov degan. Taniydi odamlar, hammasi taniydimi? O'lay agar hozir yomon so'kaman. Bo'pti. Bo'yga. Ket.